Bunda kim bulmuşsun? Isımdaş Ustaz Ablet Ablikimni bir sözgü teklif kılımız. Muşu nakşı doğruluk, eser doğruluk. Kadirlik dostlar, Abdumrayillik Xalq üçün doktorxanası alayda hemkarlaşkan bir piyal çay söhbetimiz başlanış aldı turatıdı. Bugün biz karıxançı, hem naqşçı, köp kırılık inimiz Ablet Telbani bir piyal çay içik teklif kaldık. Ablet Telba bilen bizden nayeti katta hemkarlıklarımız var. Mesela icadiyetini elip eysak, kızlarım, dostum, maketim bana sana tapşurdum degen biri naqşida hemkarlaşıp kaldık. Bu sana tapşurdum degen naqşının köy şiirini men yazgan, muzikasini Abdukim Ablet degen qerindişimiz işlegen. Bu naqşa tarqıtılgandan keyin körürmenlerning alqışıga erişdi. Hali köp mastalar, yaxshi inkaslarni berdi. Shundago Sene sastikler yaxshi baha berdi. Çünkü yaxshi malni yaxshi odamlar biladi. Hamda mushu naqsha sang besim bo'ldimi? Bu naqsha xil besim bo'ldi. Onun başqa siz deganni Abdulla özümün aksi hem ustazı hem bana bir nurg'un jat meslektaşda hem de işler meslek sorayım. Onun başqa siz hamma adam tunuydigan nayet yetuk, kam tepildigan bunda bir usta şair. Şuna muhtarakamning tekisi bizning qo'limizga tushganda bizda udu qo'sh, dakki bo'lish, qanday qilganda yaxshi ijro qilishdak bir jiddiylik besimlar cho'qim bo'ladi-da endi. Bunda kim bo'lmasa. Bu naqsha bugun taqıtıldı. Şuna qayta bir tomoshabinlarga sunmoqchi biz. Bu naqshini men yoqtiraman. Yulduzliq akşam qarab turib, anglasa mana naqsha xil odamga ta'sir qiladi. Faqat o'zimning ijodiyati bo'lganligi uchun emas, agar boshqa odamlar mushu she'rni yozib yoki mushu ong'i selib boshqa odamlar o'qigan bo'lsa-mu, gerçi sana yetmisi-mu? Belki mende aşırı yetişim mümkün endi. Lekin ma yaxshi ijro qilindi. Yaxshi ijro bo'ldi bu naqsha. Tirishdim endi. Lekin menga xili arziydi bu naqsha. Shunga ko'p ajr sungdirding. Biz bu naqshini xuddi men sana tapşurdim deb yozgandek biz Abdukim bilan uchimiz mushu mastallarga sana tapşurdim deb bir tapşırıp bakmaylama. Istaqlayli. Ben bundan burun jiq naqsh o'qigan bo'lsam-mu, xili salmoqli naqshlarni o'qigan ham tekstiga alayda diqqat qilman bu. Mushu tekstga kelgan chaqda naati jiq xo'sh bo'ldim, hayajonlandim. Izchil mushundaq odamni muhabbatga yetaklaydigan, to'g'ri yo'lga boshlaydigan, mushundaq tekstlik naqshni, bo'lib sizning tekstingizdagi naqshlarni o'qishni o'zim arzu qilaman. Rahmat, rahmat. Abdumrayillik Xalq üçün doktorxanası salomatlikni hamma odamga o'ziga topshiruvchi. Shunga o'zimizni ayab salomatligimizga ancha-muncha mablag' deb qo'yaylik. Acılangan bəxit təlim bütün sandıqni sana tapşırdım. Yepinip yetip gül yaprağıda yerim yastıqni sana tapşırdım. Yepinip yetip gül yaprağıda yerim yastıqni sana tapşırdım. Sana tapşırdım, sana tapşırdım. Yalğızlığım yıldızlarımni sana tapşırdım, sana tapşırdım. Yalğızlığım yıldızlarımni
Yensiz şamal boldu hemrayim, yalnızlığımı sana tapşırdım. Sana tapşırdım, sana tapşırdım, yalnızlığım yıldızlarım. Yarsa gökte yürgüm aldı, boylarımdan ah çiçek yağdı. Sevgilim yıldız, kalbimde pinhan, yıldızlarımı sana tapşırdım. Yıldızlarım kalbimde pinhan, yalnızlığımı sana tapşırdım. Sana tapşırdım, sana tapşırdım, yalnızlığım yıldızlarım. Sana tapşırdım, sana tapşırdım, yalnızlığım yıldızlarım. Yalnızlığım yıldızlarım. Men Ablet Müjit Telba mush qitim yana mushu Ipak yo'liga tapqan taginimni sizlarga taqdim qilg'ili akeldim. Oddiy bo'lsin sizlarga ko'nglim. Yaxshi isi. Ablat Telba inim rahmat bilan birga ismdosh ustoz Ablat Ablikimni bir so'zga taklif qilamiz. Mushu naqshi to'g'riliq, asar to'g'riliq. Rahmat, rahmat. Biz ismdosh bu inim bilan. Bu Telba degan bu markasi o'ziniki. Şu Ablatniki ta'tir yazilishi ekanda. To'g'ri. Mushundaq bir o'y fikri bilan bu o'zining ismining ta'tir yo'linishini o'ziga marka qilib qo'llanib bu inim. O'ziniki shirkat korxonalarini shu markada shu nihoyatda taraqqiy qildirib ketyapti. O'z navbatida lohiyaligicha kiyim, obraz lohiyaligicha anandagi mushu sohada tikuvchilik sohasida nurg'un o'quvchilarni yetishtirib chiqqan va yana nurg'un bir to'plarni yetaklab bu shirkatni taraqqiy qildirib bugungacha olib ketishlar boshqa yana shu naqsh musiqa san'at jihatdagi qadamlarni to'xtab qolmadi shu to'xtamay yangi ijodiy shunday naqsh asarlarni bizga yetkazib turyapti. Bugunmi mana Ipak yo'li sahnasida bizga nihoyatda yaxshi yangi bir fikr bilan nihoyatda o'ziga yarashgan bir naqshini taqdim etib nihoyatda huzurlandik. Ablat inim shundoq bir misralarda gul yaprog'ini yepinchi qilib degan nima degan go'zal sifatlashlar bu. Shundoq yaxshi bir naqshi bo'pti. Rahmat. Rahmat.